YouTube'da million prosmotr urish vashshe oson. Men hamma narsani bilaman. Xohlasa sizga ham o'rgatib qo'yaman. Aynan YouTube'da shunday deb aytishayotganlar aslida sizni aldashayotgan bo'lsa-chi. Siz algoritm hiylasi va viral trendlarni qo'yib yurganingizda YouTube bosh direktori, ya'ni CEOsi bu platformada muvaffaqiyatga erishishning sirini ochiqchasiga aytib kelayotgani, lekin deyarli hech kim uni eshitmayotgani. Men Neil Mohan bilan bo'lgan intervyularni o'rganishga soatlab vaqt sarfladim. U YouTube haqida hammasini biladi va men to'plagan narsalar YouTube'da o'sish haqidagi fikringizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Bu viral bo'lish uchun 10 ta maslahat degan oddiy video emas. Bu butun platformani boshqarayotgan odamdan bevosita olingan asl haqiqatlar. Eng qiziq tomoni shundaki, YouTube'ni o'sish bo'yicha minglab mutaxassislar bor dunyo bo'yicha. Ular sizga qanday rivojlanish kerakligini aytishadi. Aslida men ham shular qatoridaman. Lekin ulardan qanchasi YouTube'ni boshqarayotgan odamlar bilan o'zlari gaplashgan. Ya'ni YouTube'ning bosh direktori, CEOsi Neil Mohan bilan. Ochiqni aytsam, men hali CEO bilan bevosita onlayn bo'lsa ham bog'lanib gaplashmaganman, lekin u o'tgan yili bergan barcha katta va kichik intervyularni jamoam bilan birgalikda tahlil qilib chiqdim. Shu jarayon davomida shunday fikrlar va yondashuvlarni topdimki, ular hozirda ko'pchilik YouTube'dagi ayrim ustozlar aytayotgan narsalarga butunlay zid. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz quyidagilarni aniq bilib olasiz. YouTube'ning bosh direktori, ya'ni CEOsi nimani haqiqatan ham ishlaydi deb hisoblaydi, nimani ishlamaydi va sizni hozirgi strategiyangiz nima uchun ishlamayotganligi yoki sekin yurayotganini videoning oxirigacha bilib olasiz. Bizning yagona maqsadimiz YouTube'dagi yaratuvchilarimizni muvaffaqiyatli qilish. YouTube olamidagi eng katta yolg'on sen algoritmni hack qilishing, ya'ni buzishing kerak deyishadi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, hamma yoqda YouTube algoritmini qanday buzish haqidagi gaplar tarqab ketgan. The simplest way to think about the recommendations that you see in your feed, whether it's the home feed or on the watch page, is it is really a reflection of your interests as a viewer. And so when it's changing in the sense of reflecting back your interests or your personalized history of what you were watching on our platform. Tushundingizmi? Algoritm qanaqadir sehrli kuch emas. Uni aldashingiz ham, hack qilishingiz ham, bir buzishga harakatlar ham umuman kerak emas. Odamlar algoritm o'zgargan deydi. Ammo Neil nima deydi? Bu fikr hammangiz uchun o'yinni o'zgartiradi. Bundan oldingi videolarda ham aytganman, YouTube bu bamisoli o'yin. Siz algoritm bilan kurashmayapsiz. Aksincha, siz tomoshabinni tushunishga va ularga xizmat qilishga harakat qilishingiz kerak. Biz algoritm degan so'zni auditoriya degan so'z bilan almashtirishimiz kerak va mana shunda hamma narsa shunchaki osonlashadi va soddalashadi. Endi esa asl sirga o'tamiz. Neil Mohanga quyidagicha savol berilgan. Va u nima deb javob bergan deb o'ylaysiz? Neilning javobi na sarlavha, na muqova, na postning jadvali. Bu menga ajablanarli tuyuldi. The first and probably the most salient thing, and this is actually advice I give to people who ask me, like, what is the secret sauce of being a successful creator on the platform, is it really is to be true to yourself. And that is, sounds sort of very cliched, but I wish somebody had given me that advice early in my career, because nothing rings more true. Yana ham qiyinroq joyi esa u bu narsa nima uchun ishlashini tushuntiradi. Eshiting. And I can tell you for a fact that it's not the algorithm, it's all the other people that are on the other side of that glass when they're watching your video, if you're a creator, that can tell instantaneously whether that is actually truly your authentic self or if you're trying to basically put yourself in another person's shoes. O'ylab ko'ring. YouTube'ning CEOsi, ya'ni bosh direktori sizga ochiqchasiga shuni aytayapti. Ya'ni samimiylik har qanday optimizatsiyadan ustun. Nega bunday? Chunki biz oddiy tomoshabinlar soxta kontentni bittada sezamiz. Qarabsizki, ishonch o'ladi. Hatto siz obuna bo'ling demoqchi bo'layotgan paytda ham tomoshabin sizdan avval qochib ketgan bo'ladi. Ya'ni like bosing, kommentariya yozing, obuna bo'ling degan gapingizgacha ham eshitib o'tirmaydi. Ammo eng qiziq joyi shundaki, bu aytilgan gaplar sizga ilgari YouTube'da o'sish haqida o'rgatilgan yoki eshitgan deyarli barcha maslahatlarni teskariga aylantirib tashlaydi va mana shu joyda voqealar
yanada qizg'in tus oladi. Aksariyat kontent yaratuvchilar, ya'ni blogerlar o'z muvaffaqiyatlarini YouTube boshqarayotgandek tasavvur qilishadi. Ya'ni platformani o'zi, ya'ni YouTube kim yutadi, kim yutqizadi deb qaror qabul qilayotgandek his qilishadi. Go'yoki ular qilayotgan, yaratayotgan kontentlar emas, YouTubening o'zi bu YouTuber zo'r bo'ladi, buni biz orqaga surib turamiz degandek g'alati tasavvurga ega. Lekin YouTubening bosh direktori Neil bu haqda butunlay boshqacha fikrda. The analogy that I use that I think sort of works best is most of the people at YouTube are software engineers, they're technologists, and our job is to build the stage. Ko'ryapsizmi, YouTube sizni qanaqadir shouingizni rejissyori emas. Ular shunchaki sahnani sizga qurib berishyapti. Siz esa aktyorsiz. Siz o'ylaganingizdan-da ko'ra ko'proq nazorat o'zingizga bog'liq. YouTube sizga qarshi emas, ular sizni muvaffaqiyatli bo'lishingiz uchun butun infratuzilmani qurib berishyapti. Endi esa bu qismni ehtiyotkorlik bilan o'qing. Nega ko'pchilik viral videolar strategiyasini quvib yurishi xato? Chunki platforma o'zi sizni muvaffaqiyatli bo'lishingizni xohlaydi. Sababi YouTube sizni muvaffaqiyatingizni o'zlarining muvaffaqiyati deb hisoblaydi va agar siz men kabi bo'lsangiz, quyidagi gap sizni albatta hayron qoldiradi. Neil muvaffaqiyatli yaratuvchilar haqida gapirganda, ularni shunchaki yaratuvchi, creator demaydi. Ularni u tadbirkor deydi. Not only are they amazing creative people, they are true entrepreneurs. Na influencer, na content yaratuvchi, na YouTuber. Eshityapsiz, tadbirkor. Bu esa sizni o'z YouTube kanalingizni qanday qarashingiz kerak ekanligini butunlay o'zgartiradi. Siz shunchaki video tayyorlayotgan content maker yoki YouTuber emassiz. Siz haqiqiy biznes qilayotgan va qurayotgan biznesmensiz. YouTube siz uchun qanday maqsad qo'yganini qarang. They're looking to build an audience. You know, I often describe YouTube as the world's most efficient, connector of a creative person with their audience, no matter where they are in the world. And so that's the first thing that we do as part of the creator economy. The second thing is economy. Ultimately, it's about finding a way for these creators to earn a sustainable living on our platform. Avval auditoriya, keyin esa pul ishlash. Aksincha emas. Agar samimiylik algoritm hiylalaridan ko'ra muhimroq bo'lsa, unda siz nimaga asosiy e'tiborni qaratishingiz kerak? YouTube, it's exactly what you guys said. It's about producing that content that's going to be the most engaging and most relevant for your audience, and that's ultimately what matters. Diqqat qiling, u ko'p ko'riladigan yoki algoritmga mos kontent haqida gapirmayapti. U auditoriya uchun qiziqarli va muhim bo'lgan kontent haqida gapiryapti va eng hayratlanarlisi undan agar siz bloger bo'lganingizda nimaga e'tibor berardingiz deb so'raganda u shunday degan. It really comes back to connecting with your audience, doing what you really find to be the most fulfilling way to do that. So I'm honestly repeating back some of what you said, which is like that depth of audience, like really building that, establishing that home base is the basis of where all the opportunities come from. Chuqurlik kenglikdan ustun. Bu gap menga ham juda ham yoqdi. Demak, raqamlar ortidan quvish emas, auditoriya bilan haqiqiy aloqani ustun qo'yish kerak. Bu esa YouTube'dagi ko'pchilik ustozlar berayotgan maslahatlarga qarshi fikrligini bilaman. Buni siz ham bildingiz. Endi esa yanada chuqurlashamiz. Agar siz mazmunli kontent psixologiyasi va muvaffaqiyatli kontent yaratuvchilarning fikriga nazar tashlasangiz, deyarli bir xil narsani eshitasiz. Yeah, I think people undervalue depth quite a bit, right? And they overvalue width. And so I think you're absolutely right. I think even 100,000 views on like a personality vlog, or even like I was telling Colin this morning that you have a video after your Cheeseball Man fight that's just titled "I Fought Him," and it has almost 600,000 views. Those are very powerful views because that title thumbnail is not algorithmic by any means. That is not for like a random passerby view, right? That is for a core community. And we always talked about like this one Emma Chamberlain video that's called "You Totally Caught Me Making Soup." That's a great title. Yeah, that's banger. That's actually really funny. Yeah, and it's like that has like millions of views, and it's just emblematic of like how massive her community is. Lekin eng aqldan ozdiradigan fakt, hamma viral bo'lish uchun bir xil usullarni takrorlayotganda, asl imkoniyat hammaning ko'z o'ngida turibdi. Neil bu haqida gapirganida YouTube masshtabiga e'tibor qarating. There are 500 hours of content uploaded to our platform every single day. Every niche interest, every
learning pursuit that you want to have, every musical genre. So in terms of being able to find, the particular niche that you're interested in that moment that you're interested in, I'm never worried about it being, homogenous across all of YouTube. Har daqiqada 500 soat yuklanmoqda. Bu degani har bir yo'nalishga, har bir fikrga, har bir samimiy ovozga joy bor. Bu dunyo bo'yicha keltirilayotgan statistika bo'lsa ham, shuni albatta bir kesimi bo'lagida O'zbekistondagi raqamlar ham yetarlicha. Neil YouTube'ni haddan ortiq to'yingandan xavotirda emas. U aksincha ko'proq turli kontentlar bo'lishini xohlayapti. Paradoks. Neil u qayerda eksplosiv, ya'ni juda tez darajada o'sish bo'layotgani haqida ham ochiqlab bergan. Our top creators have grown their watch time on living room screens by something on the order of 400% in the last year, a couple years or so. We just surpassed 1 billion hours of watch time on living room screens. Bu telba darajada o'sish deyiladi. 400% televizor ekranlarida. Tasavvur qilyapsizmi? Hamma mobillarga moslashayotganda, ya'ni telefonlarga optimizatsiya bo'layotgan bir vaqtda aqlli yaratuvchilar esa katta televizor haqida o'ylashyapti. Albatta mobil versiyaga moslashish ham muhim, lekin asosiy narsa har qanday ekran uchun optimizatsiya qilish, ya'ni bir tomonli bo'lib qolmasligingiz kerak. Televizor bo'ladimi, iPad bo'ladimi, laptop bo'ladimi va mobil ilovalar bo'ladimi, uni ahamiyati yo'q. Siz barchasiga optimizatsiya qilingki, har bittasida ko'rgan kontentda, shu qurilmalarda ko'rgan kontentlar insonlar o'zi uchun qulay, mazza qilib rohatlanib ko'rsa, uni sifati bo'ladimi, montaji bo'ladimi va hokazo. Gap shu haqida ketyapti. Ammo monetizatsiya haqida gap ketganda, YouTube'dagi faoliyatni uzoq muddatli saqlab qolishni eng yaxshi yo'li undan daromad qilishdir. Shu bois sizga Neil tadbirkorlarga bergan 5 ta muhim, lekin kam eshitgan maslahatni ulashmoqchiman. Afsuski, ko'pchilik kontent yaratuvchilar bu narsani butunlayga e'tibordan chetda qoldiradi va prosmotrlar va shunga o'xshash qanaqadir hayklar orqasidan quvlab izlab yuraveradi. Neilning YouTube'dagi monetizatsiyasi bo'yicha 5 ta maslahatlari quyidagilardan iborat. Birinchi maslahati: YouTube va shunga o'xshash boshqa platformalar siz va tomoshabin yoki mijozlaringiz bilan o'rtasidagi bo'ladigan to'sqinliklarni butunlay yo'qib tashlagan. Endi siz bevosita ularga bemalol to'g'ridan to'g'ri yetib borishingiz mumkin. Bu nima degani desa, sizni ko'rayotgan kuzatuvchilar va mijozlaringiz o'rtasida qanaqadir to'siq yo'q, siz ular bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lana olasiz. YouTube va shunga o'xshash platformalar buni ustida ishlab, buni imkoniyatini tadbirkorlar uchun yaratib bergan. Tadbirkorlar bu YouTube'dagi tadbirkorlar. Va bu narsani xulosasi siz o'zingizda mijozlaringiz bilan, ya'ni kuzatuvchilaringiz bilan to'g'ridan to'g'ri sotuvlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ikkinchi maslahatga to'xtaladigan bo'lsa, YouTube'dagi fikr va mulohazalar, feedbacklar bir zumda paydo bo'ladi va video joylaganingizdan keyin soniyalar ichida izohlar kelishni boshlaydi. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, siz video qo'yishingiz bilan YouTube shu darajada sizga imkoniyat yaratib berganki, o'sha zahotiyoq YouTube'da o'tirgan sizni auditoriyangizga rekomendatsiyaga berib, videolaringizni prosmotrlarini realizatsiyaga aylantirib oladi. Qanchadir vaqt kutib, navbatdagi ruschasiga aytganda очередingizni kutib, prosmotrlarni qarab o'tirmaysiz. Qo'yasiz, shu zahoti videolar ko'rishni boshlaysiz. Uchinchi maslahat: kontent global xususiyatga ega. Ya'ni hikoyalar chegaralarni kesib o'tadi. Bir mamlakatda istalgan kontent, ko'rilgan kontent boshqasida ham bemalol renessans tug'dirishi mumkin. Ya'ni siz bir joyda, ya'ni bir mamlakatda qo'yadigan kontentingiz bir vaqtning o'zida bu davlatda bo'lsangiz ham boshqa davlatda renessans uyg'otib, butunlay u auditoriyaga moslanib boom bo'lib ketishi mumkin, sodda qilib aytganda. To'rtinchi maslahati: AQShda kontentning asosiy qismini televizor ekranlari orqali tomosha qilinayotgan ekanligi. Endi faqat telefonlarga qarab qolmasdan, aytganimizdek, mobil ilovalardan tashqari televizorlarga ham ahamiyat berish kerak. Beshinchi maslahat esa monetizatsiya modellariga ijodiy va moslashuvchan yondashing, lekin kontentni o'zingizga sodiq bo'lishda qat'iy bo'ling degan. Beshinchi maslahatga xulosa qilib aytadigan bo'lsam, monetizatsiya, ya'ni moliyaviy tomonda YouTube orqali qiladigan daromadingiz bir ko'p bo'lishligi, bir kam bo'lishligi, bir bo'lib bir bo'lmasligi ham asli normal va bunga moslashuvchan bo'ling. Shunda stresslarga tushib qolib, xafa bo'lib, siqilib qolmaysiz. Eng muhimi, o'zingizda kontentlaringizga sodiq bo'ling va shu yo'nalishda qat'iy keting.
rekomendatsiya deb turib, o'zingizning yo'nalishingizdan yoki moliyaviy sabab turib chiqib ketib qolib, auditoriyani hurmatidan tushib qolmang. Shunchaki mana shu 5 ta fikrni to'g'ri tushunish va amalda qo'llash sizni YouTube'dagi yondashuvingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga ishonaman va bu hali hammasi emas. Ko'pchilik kontent yaratuvchilar o'zini o'zi qiynashadi. Uzun video qilaymi yo qisqa video qilaymi, qanaqa formatda qilay va hokazo deb. Ammo Neil nima deydi, eshiting. Living up to that mission of being truly multi-format, you are creative people. You have a way of connecting with your audience, and what my job is to provide you with the tool set, the stage if you will, to do that in whatever format works for you. Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, faqat long term yoki short term emas, ikkalasini ham birda. Ya'ni hozir ham natija qiling, kelajakda ham natija qiling. Muvaffaqiyatli kontent yaratuvchilar o'zlarini bir format bilan cheklamaydi. Ular auditoriyaga yetib borish uchun barcha vositalardan foydalanishadi. Natijachi ular o'zidan o'zi gapirib turibdi. Shunchaki ko'rishingiz kifoya. Neilning aytishicha, I think in the last 3 years we've paid out over $50 billion to this creator economy. Generated through all of these various sort of business models that I talk about. Shu joyda YouTube'da short content yuritish bo'yicha o'zimizda qilayotgan keyslar bilan ulashib boray. Bu haqida alohida video ham tayyorlaganman. Videoning so'ngida u videoni sizlarga tavsiya qilamiz, ko'rishlari mumkin. Qanaqa holatda short yuritiladi yoki yuritilmaydi. Hozir esa aytadiganim, agar siz O'zbekistonda short contentni ham, long contentni ham birga yuritaman deydigan bo'lsangiz, ikkalasi uchun ikkita alohida kanal yuritishingizni tavsiya qilaman. Ya'ni short kanal uchun YouTube kanal alohida, long videolar uchun, uzun videolar uchun YouTube kanal alohida bo'ladi. Bularda nega bunday ekanligini batafsil video qilib tushuntirganman. Uni aytgandek, videoning oxirida tavsiya beraman, ko'rishingiz mumkin. $50 milliard 3 yil ichida. Endi qo'shimcha bu daromad manbai emas, bu haqiqiy biznes. Va nihoyat Neilning eng yurakdan chiqqan maslahatini eshiting. Be true to yourself, like really try to, again, it sounds cliched, but really think hard about setting your own course. Think about it in terms of longer term, like I'm not saying over plan, but just try to really answer the question about like, on the margin, how is this going to be truly about what I want as opposed to what other people's expectations are of me. Bu maslahat nafaqat YouTube haqida. Bu umuman hayot, karyerangiz haqida deb ham qabul qilsangiz bo'ladi. Endi boshqa nima qilish kerak? Doim o'ylab yuradigan narsani quvishni bas qiling. Endi siz chin dildan ilhomlantiradigan narsani yaratishni boshlang. Ammo esda tuting, mana bu o'rgangan narsalaringizni amaliyotda o'tishi bu alohida masala. Shu sababli sizga yordam berish uchun biz jamoamiz bilan YouTube bo'yicha maxsus dastur tayyorladik. Agar siz content maker, mobilograf, marketolog, videograf, biznes egasi, umuman digital soha vakili bo'lsangiz, bu mahsulotimiz, ya'ni produktimiz sizlar uchun. Video ostidagi havoladan ro'yxatdan o'ting va o'zingizni joyingizni band qiling. Agar yanada chuqurroq kirishni istaydigan bo'lsangiz, bu dasturimizdan keyin men o'zim yaratgan yopiq alohida YouTube community ham bor. Ya'ni u yerda faqat men bilan konsultatsiya olgan, dasturlarimda birga qatnashib o'qigan, o'zimning shogirdlarim men bilan birga ishlagan insonlargina yopiq bo'lib, meni o'zimdan birga bir maslahatlar, tajribalarimni qabul qilib oladigan va hozircha hech qanday to'lovsiz kirish imkoniyati yo'q. Ya'ni qancha pul beraman desangiz ham kira olmaydigan communityga faqat shu dastur orqali qo'shilishingiz mumkin. Bu dastur faqatgina nazariy yoki oldi qoshli gaplar bilan boyitilgan emas, aksincha haqiqiy amaliyotga qaratilib fokus bilan ishlaniladigan dastur. Siz bu dasturda o'qish bilan birgalikda nafaqat nazariy bilimda har bir o'tilgan darsni amaliyotini qo'llash bilan birgalikda o'zingizning YouTube loyihangiz yoki bo'lmasa istalgan barcha YouTube loyihalarini yurita oladigan bilim va tajribalarga ega bo'lasiz. Dasturda bundan ro'porosi 1 yil avval jamoamiz bilan birgalikda tashkil qilgandik. Oradan 1 yil vaqt o'tdi. O'zimiz ham yangi tajribalarni egallab, bu dasturni yanada mukammallashtirib, sizlarga buni qalban ilinayapmiz. Agar sizga ham bu dastur qiziq bo'lsa, videoning ostida aytganimdek havola bor, ularga kiring, ro'yxatga o'ting va siz bilan o'zimizda menejerlarimiz bog'lanib batafsil ma'lumot berishadi. Endi esa sizga bir xulosa qilib beray videoni. Video davomida aytilgan barcha fikrlarni olishdan ko'ra, yagona va sizga ta'sir qilgan bitta fikrni olib,
uni yanada samimiyroq va samaraliroq bo'lishni sizga ko'proq foyda beradi. Shunchaki bugungi videoda sizni fikrlashingizga eng qattiq ta'sir qilgan fikrni tanlang. Balki bu yanada samimiyroq bo'lishdir. Balki bu blogerlik emas, tadbirkor sifatida o'ylashdir. Balki bu multiformat yondashuvni qabul qilishdir. Qaysi bir bo'lishdan qat'iy nazar uni amaliyotda qo'llab sinab ko'ring. Eng muhimi mana shu. Chunki haqiqat shundaki, Neil sizga o'sish rejasini berdi. Savol esa shu: siz undan foydalanasizmi yoki boshqalarga o'xshab va aksar insonlarga o'xshab shunchaki ahamiyat bermay o'tkazib yuboraverasizmi? Agar siz bu video yoqqan bo'lsa va siz ko'p narsa o'rgangan bo'lsangiz, undagi yondashuvlarni Nima gap kanalining YouTube'dagi seriyasi orqali chuqur tahlil qilgan keyingi videomizni va video davomida aytganimdek, short va long videolar haqidagi videomizni ko'rishingiz mumkin. Uni she'rga bosib ko'rasiz, mashtalar chiqadi. Videoni so'ngida shuni eslatib o'tamanki, nazariya faqat nazariya bo'lib qoladi agar siz uni amaliyotda qo'llamasangiz. Ko'rishguncha.